Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz va Mashinkuz kanali tomoshalari. Professional qo'yjun oladigan garantiyali mashinkalar, demak Stobidin o'z yo'l egasiga yo'l olyapti. 2026 Samarqand Ishtixon Xobayev Murodjonoviga yo'l olyapti. Zapas pichoqlari, mashinka yog'i mana hamma yo'q ichida bor. Tayyor ishlashga eng qizig'i Mini Pro T2 ikkita mashinkani ko'taradigan, biznesga qo'ylar uchun olishga moslangan mashinka do'stlar. Ikkita zapas pichog'i, mashinka Stobid tekshiruvdan o'tgan, ishonchli do'stlar, ishonchli mashinkalar. Bitta yog'i mana. Dastavkasi ham ichida. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, bitta mashinkasidan shu turish komplekt dastavkasi ham ichida do'stlar. 5,5 million so'm, 1 yil garantiyasi bor. Keyin ikkita mashinkamni olib, ikkita sheri bemalol biznes qilaman desalarni, ikkita mashinkasi bilan 8 million so'm 2026-04-22 degan narxi do'stlar. Demak, qolgan ma'lumotlarni qo'ydi uchun olayotgani, ishlatayotgani Mashinkuz Telegram kanalimizga o'tsalarni, o'sha yerda hamma ma'lumotlar bor. Bizdan olgan mijozlar, Oybek hamma mashinkani ishlatib ko'rdim, lekin oxiri siz mashinkangizga to'xtadim. Boshida men ham siz mashinkangizni qimmatsirab, arzondan olib ishlatib ko'rdim, lekin aka bo'lmadi deb video qilib tashlab berishgan, o'tib ko'rsalar ham bo'lardi. Oxiri shu mashinkaga to'xtashyapti. Demak, ishonchli mashinkalar, Mini Pro T2 professional mashinkalar do'stlar. Ishonchli, eng qizig'i sinib netsa ham zapchasini ko'pchilik oqtarib yuribdi, lekin Xitoy mashinkalariga Stobida buni servisida hamma zapchaslar faqatgina servis o'zimizdan olgan mijozlar uchun servis qilinadi. Har bitta mashinkaga zapchaslarning servis bor do'stlar. Demak, qolgan ma'lumotlar Mashinkuz Telegram kanalimizda bor. Qo'ydi uchun olayotgani, ishlatayotgani, xullas barcha ma'lumotlar bor. Mana tush komplekt shu do'stlar. Narxlari ham hozirda shu. 5,5 million, ikkita mashinka bilan 8 million. 1 yil kafolati bor. Bunda оборотлari ligirovka bo'ladi. Korotka zamiga zashtalari bor, kabel uzilib qolsa, boshqa o'zi avtomatik o'chirib beradi. Eng qizig'i, bu motorni kuydirtirmaydi. Nimaga? Bitta sim ko'pincha eshilib betdan uzilib qolsa, o'zi avtomatik o'chirib beradi. Juda zavodskoy fabrichniy ishlangan apparat do'stlar, professional. Demak, YouTube kanaliga obuna bo'lib peshingizdan chiqmasin, Mashinkuz Telegram kanalimizda barcha ma'lumotlar bor. Samarqandga, Ishtixonga yo'l oldi. Sizga ham rahmat aka. Mashin u qo'y yog'langanmi, yog'lanmaganmi? Bu farqi yo'q bizga. Любойni olib ketaveramiz. Bu maygacha kutish kerak, unaqa degan narsa yo'q. Любой vaqt chaqirsa, любой vaqt borib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Men o'sha apparatni olib ishlatganman. Men uni ham olib ishlatganman. Faqat aldanganman. Bular yaxshi olmaydi. Rolov. Maza qilmay solib. Lekin men uni olib keldim, zo'r ekan, do'shi ekan, gap yo'q. Xizmatni Alloh mukofotlasin Oybekjonni. Bismillahirrohmanirrohim.
Hem su 200 istoyibida zakaz qilingan. Qo'yini olib ko'ringlar buni. Ishinglar oson bo'ladi. 21-asrda yashayapmiz. Qaysini to'xtatinglar endi, o'tinglar. Oybek mana apparatingiz mashinangiz zo'r ishlayapti. 1 yil kafolat bergan sizlarga. Kundan beri bexato ishlatyapmiz mana. Olishlari zo'r. Tiq degan narsa yo'q-da. Mana apparat zo'r ishlayapti. Bo'ldi.